Juma surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Osmonlar u yerdagi borliq Allohni poklab ulug'laydi. U Malik, ya'ni podshoh, Quddus, ya'ni muqaddas, Aziz, ya'ni kuch-quvvat egasi, Hakim, hukm hikmat egasi. U ummiylar orasidan bir rasul yubordi. Ularga uning oyatlarini tilovat qiladi. Ularni poklaydi, ularga kitobni va hikmatni o'rgatadi. Bundan oldin ular ochiq-oydin adashuvda edi. Yana ulardan, ya'ni ummiylardan bo'lgan, hali ularga qo'shilmagan boshqa ummiylarga ham yubordi. Aziz, Hakim, qudrat va hikmat egasi uning o'zidir. Ana shu Allohning o'zi xohlaganiga ato etadigan fazli. Alloh buyuk fazl egasi. Zimmasiga Tavrot yuklatilgan, so'ngra u yukni tashiy olmaganlar bamisoli kitob parchalari yuklatilgan eshaklar kabidir. Allohning oyatlarini inkor etganlarning misoli naqadar yomon. Alloh bu zolimlarni yo'lga solmaydi. Sen ayt, ey yahudiylar, agar odamlar orasida faqat o'zingizni Allohning valilari sanasangiz va bunda sodiq bo'lsangiz, qani o'limni tilang, ya'ni orzu qilib so'rang. Ular uni aslo tilamaydi. Sababi o'z qo'llarining sodir etgani. Alloh bu zolimlarni juda yaxshi biladi. Sen ayt, sizlar qochayotgan o'lim sizlarga albatta yetib keladi. So'ngra barcha yashirin va oshkorni bilguvchi zotga qaytarilasiz. U sizlarning qilib o'tganlaringizni xabar beradi. Ey ishonganlar, jamlanish kuni salotga nido qilinganda Allohning zikriga shoshiling va tijoratni qo'ying. Ana shunday qilishingiz o'zingiz uchun yaxshi agar bilsangiz. Qachonki salot ado etilgach yer yuzida tarqaling. Allohning fazlidan izlang. Allohni ko'p yod etinglar. Ana shunda najot topgaysiz. Qachonki biror tijorat yoki ko'ngilxushlik ko'rsalar, unga tarqalib, seni qoyim holingda tark etadilar. Sen ayt, tijoratdan va ko'ngilxushlikdan Allohning huzuridagi yaxshiroq. Alloh rizq beruvchilarning yaxshisi. Munofiqun surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Munofiqlar senga kelganida deyishdi: guvohlik beramizki, sen haqiqatan Allohning rasulisan. Sen Allohning rasuli ekaning Allohga ma'lum. Alloh guvohlik beradiki, bu munofiqlar yolg'onchi. Ular o'z qasamlarini qalqon qilib oldilar va Allohning yo'lidan to'sdilar. Qilgan ishlari qanchalar yomon. Ana shunday. Zero ular iymon keltirdilar, so'ngra kofir bo'ldilar. Shu bois qalblari muhrlandi. Endi ular tiran anglamaydilar. Ularni ko'rganingda jismlari ajib tuyuladi. Gapirganlarida, gaplariga quloq tutsang ular suyab qo'yilgan xodaga o'xshaydi. Ular har bir hayqiriqni o'zlariga qarshi sanaydi. Dushmanlar ana o'shalardir. Ulardan hazir bo'ling. Alloh ularni qatl etsin.
qanchalar burib qo'yilganlar. Ularga kelinglar, Allohning rasuli sizlar uchun kechirim so'rasin deyilsa, ularni bosh chayqab, kibrlanib, yuz o'girib ketganini ko'rasan. Ular uchun kechirim so'raysanmi, yo'qmi, ularga baribir. Alloh ularni aslo kechirmaydi. Alloh bunday fosiqlarni, yo'ldan ozganlarni yo'lga solmaydi. Allohning rasuli bilan birga bo'lganlarga infoq etmang. Shunda tarqalib ketadilar. Deganlar ana o'shalar. Osmonlar u yerning xazinalari Allohning. Lekin munofiqlar buni teran anglamaydilar. Deydilarki, agar shaharga, ya'ni Madinaga qaytsak, hali aziz undan xorni chiqaradi. Azizlik yolg'iz Allohning, rasulining va mo'minlarningdir. Lekin munofiqlar buni bilmaydi. Ey iymon keltirganlar, mollaringiz va farzandlaringiz sizni Allohning zikridan chalg'itmasin. Kim bunday qilsa, ana o'shalar ziyon ko'radi. Biz bergan rizqlardan infoq eting. Sizlardan biringizga o'lim yetib, ey Rabbim, agar yaqin bir muhlatga kechiktirsang, sadaqa berardim va solihlardan bo'lardim, deyishdan oldin. Alloh vaqti soati kelgan hech bir jonni kechiktirmaydi. Alloh sizning qilayotgan ishlaringizdan xabardor. Tag'obun surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Osmonlar u yerdagi borliq Allohni poklab ulug'laydi. Mulk, egalik yolg'iz uning va maqtov yolg'iz uningdir. U barcha narsaga qodir. U sizlarni yaratdi. Sizdan kimdir kofir, kimdir mo'min. Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turadi. Osmonlar u yerni haq ila yaratdi. Sizga shakl berdi va shaklingizni chiroyli qildi. Qaytish ham yolg'iz unga. Osmonlar u yerdagi barcha narsani bilib turadi. Yashirgan narsangizni ham, oshkor qilgan narsangizni ham. Alloh dillardagini biladi. Kofir bo'lganlarning o'tmishdagi xabarlari sizga yetib kelmadimi? Ular o'z qilmishlarining oqibatini totdilar. Ular uchun hali alamli azob bor. Ana shunday. Zero rasullari ularga ochiq bayon etilgan oyatlar, dalillar bilan kelgan edilar. Oddiy bashar bizga yo'l ko'rsatar ekanmi, dedilar. Kofir bo'ldilar va yuz o'girdilar. Alloh ham hech narsaga muhtoj emasligini ko'rsatdi. Alloh g'ani, hamid, boy behojat va maqtovga loyiq. Kofir bo'lganlar hech qachon tirilmaymiz deb o'ylashdi. Sen ayt, yo'q, aksincha. Rabbimga qasamki, tirilasiz. So'ng barcha qilmishlaringiz xabar qilinadi. Alloh uchun bu o'ta oson. Bas, Allohga va rasuliga hamda biz nozil qilgan nurga ishoning. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardor. Sizni jamlanish kuni uchun jamlaydigan kun bu o'zaro yolg'onlashuv kunidir. Kimki Allohga ishonsa va yaxshi ishlar qilsa, uning yomonliklarini o'chiradi va ostidan anhorlar oqqan, ichida doimiy, abadiy qoladigan bog'-rog'larga kiritadi. Ulkan yutuq ana shu.
Kofir bo'lganlar va oyatlarimizni inkor etganlar esa otash ahlidir. Ular unda doimiy qoladilar. Qanchalar yomon borar joy u. Boshga tushgan har musibat faqat Allohning izni ila. Kim Allohga iymon keltirsa, uning qalbini o'zi yo'llaydi. Alloh barcha narsani biladi. Allohga bo'ysuning va rasuliga bo'ysuning. Agar yuz o'girsangiz, rasulimiz zimmasida ochiq oydin yetkazish bor xolos. Allohdan o'zga iloh yo'q. Mo'minlar yolg'iz Allohga suyansinlar. Ey iymon keltirganlar, juftlaringizdan, farzandlaringizdan sizga qarshi dushmanlar bor. Ulardan hazir bo'ling. Agar kechirimli va bardoshli bo'lsangiz, Alloh G'afur, Rahim, kechirimli va rahimdildir. Mollaringiz va farzandlaringiz fitna, ya'ni sinovdir. Ulug' ajr esa Allohning huzurida. Shu bois toqatingiz yetgunicha Allohga taqvo qiling. Quloq tuting, bo'ysuning va infoq eting. Bu o'zingiz uchun yaxshi. Kimki o'z nafsining baxilligidan tiyilsa, o'sha najot topadi, murodiga yetadi. Agar Allohga chiroyli qarz bersangiz, siz uchun orttiradi, sizni kechiradi. Alloh shakur, halim, har yaxshilikning evazini to'liq beradi. Gunoh uchun darhol azoblamaydi. U g'ayb va shahodatni bilguvchi, aziz, hakim, kuch-qudrat va hukm-hikmat egasi. Taloq surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Ey nabiy, ayollar bilan ajrashganda ularning iddasiga rioya eting. Iddasini to'liq hisoblang. Rabbingiz Allohga taqvo qiling. Idda vaqtida ularni uylaridan haydab chiqarmang. O'zlari ham chiqmasinlar. Faqatgina ochiq oydin buzuqlik sodir etsalar mustasno. Mana shular Allohning hadlari. Kimki Allohning hadlarini paymol etsa, o'ziga jabr qilibdi. Balki bundan keyin Alloh yangi biror ish chiqarar, bilmassan. Iddalari tugagach, ularni yo ma'ruf tarzda yoningizda tuting, yo ma'ruf tarzda ayiriling. Orangizdagi ikki odil kishini guvoh tuting. Guvohlikni Alloh uchun qoyim qiling. Sizdan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga berilayotgan o'git mana shu. Kimki Allohga taqvo qilsa, unga bir chiqish yo'li nasib etadi. Hamda o'zi kutmagan joydan rizq beradi. Kim Allohga suyansa, Alloh unga yetarli. Alloh o'z amrini ro'yobga chiqaradi. Alloh har bir narsa uchun bir qadr, ya'ni o'lchov o'rnatgan. Hayz ko'rishdan umid uzgan ayollar esa, agar ulardan shubhada bo'lsangiz, ularning kutish muddati 3 oy. Hayz ko'rmay turganlar ham. Homilador bo'lganlarning kutish muddati homilani tuqqunigacha. Kim Allohga taqvo qilsa, uning ishini oson qiladi. Bu Allohning sizga nozil qilgan amri, buyrug'i. Kim Allohga taqvo qilsa, uning yomonliklarini o'chirib, ajr mukofotini ziyoda qiladi. Ajrashgan ayollarga o'z maskanlaringizda, imkoningiz doirasida joy bering. Ularni tang ahvolga solish uchun zarar yetkazishga urinmang. Agar homilador bo'lsalar, tuqquniga qadar ularga infoq qiling. Agar farzandni emizib ham bersalar, u holda haqlarini o'tang.
o'zaro ma'ruf tarzda gaplashing, kelishing. Agar haqni o'tashda qiyinchilikka duch kelsangiz, u holda bolani boshqa ayol emizsin. Kimning rizqi keng bo'lsa, keng rizqiga ko'ra bersin. Kimning rizqi o'lchovli bo'lsa, Allohning berganidan infoq etsin. Alloh bir jonga nima bergan bo'lsa, faqat o'shanga ko'ra mas'uliyat yuklaydi. Alloh qiyinchiliklardan keyin qulaylikni yaratadi. Qanchadan qancha shaharlar Rabbining va rasullarining amridan bo'yin tovladi. Biz ham ularni shiddatli hisobga tortdik va misli ko'rilmagan azob bilan azobladik. Ular ishlarining oqibatini totdilar. Ishlarining oqibati tamoman xusron, boy berish bo'ldi. Alloh ularga shiddatli azob tayyorlab qo'ygan. Shunday ekan, Allohga taqvo qiling, ey aql egalari, ey iymon keltirganlar. Alloh sizga zikr, eslatma nozil qilgan. Bir rasul yubordi. Sizga Allohning ochiq-oydin oyatlarini tilovat qilmoqda, toki iymon keltirgan va solih amal qilganlarni zulmatlardan nur sari olib chiqsin. Kim Allohga iymon keltirsa va solih amal qilsa, uni ostidan anhorlar oqqan, ichida abadiy qoladigan bog'-rog'larga kiritadi. Alloh unga go'zal rizq beradi. Alloh 7 osmonni va yerdan ham ularning mislini yaratgan zotdir. Amr, ya'ni borliq ishlari ular orasida nozil bo'ladi. Toki bilgaysizki, Alloh barcha narsaga qodir, hamda Alloh barcha narsani ilmi ila qamrab olgan.